pechka muammosi bilan kelgan Nexus 3 mashinasi 20 gradus, maksimum chiqsa 23-24 gradusgacha chiqyapti issiqligi. Hozir biz bu mashina polni pechka sistemalarini o'zimizning taktika bo'yicha yuvib tozalaymiz. Bitta pechkani o'lchaymiz. Xudo xolisa 70 dan baland qilib beramiz pechkalarini. Jonivor bitib ketgan ekan. Nexus 3 pechka muammosi bilan kelgan mashina hozir 67 3 sekin ko'tarilyapti gradusi. Mashinaning ichi hammom bo'ldi. Buni ichida endi bemalol paritsa qilsa bo'ladi. Egalarining o'zidan ham so'raysiz. Aka nima bo'ldi? O'zgardimi? Shunaqa zo'r chiqaryapti. Yaxshimi rezultat? Yoqdimi sizga? Ishonchlimi? Aldamayapmizmi? Ashi tavsiya qilaman odamlarga. Kechgacha normal bo'ldi. Telefon bechkalarni to'g'rilab tursa ham bo'ladi. Odam ashi zo'r bo'lyapti. Issiq bo'lyapti. Gap yo'q, aka, jurnalist bo'lsangiz bo'lar ekan. Tindirmay gapirdingiz. Akalar, shunaqa sifatli xizmat kimgadir kerak bo'lib qolsa, bemalol telefon qo'rsanglar bo'ladi shu nomerlarga. Ko'tarilyapti sekin pechga. Atak boru, mashina ham qichiq ekan. Cho'tki qilib qo'yibdilar mashina. Mersi burligi bor, bitta 5 bor.